Otishma boshlanib ketdi. O'yladimki, meni ikkita kontraktnigimdan o'sha otib tashladi. Yo'q, undan avvalroq bir voqea bo'lgan edi, bilsangiz. Avtobus olib qochilgan edi. Yiqildim, shunday kallamni bunday ko'tarsam, o'sha yonimda yotgan kontraktnik bola aytayapti, o'rta kattalikdan ko'zingizga o'q tegdi dedi. Bitta otishda bitta поражение beryapti-da. Qirg'izistonning postda turgan guruhini ular so'yib ketishgan adashmasam. 154-й отдельный отряд специального назначения Musbat. Turbazada ikkita ichki ishlar xodimi otilgani haqida axborot berildi va sizlarga trevoga berildi. Yordam beringlar deb baqirgan payti yana bittasi boryapti. Uni ham otyapti. Baribir biladiki, yordamga kimdir keladi. U samolyotda o'tirib bolasi bilan ketyapti, yonida Gruz 200 ham turibdi. Agar hayotda yana tanlash huquqi berilgan bo'lganda, endi shu sohani tanlarmidingiz yo? O'shanda ham so'raganman, ko'zda otashingiz xizmatda qolamanmi? Hurmatli kuzatuvchilar, bu haqiqiy jasorat bilan olingan